Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun tasodifan Cho'ng'arga kelganda shifobaxsh joyda adresini eshitib qoldik. Ya'ni asmasi borlarga juda foydali ekan. Mana bu ko'rib turganlaring So'xti yo'li, ya'ni So'xti boshlanish qismi. Mana shu joyda mana shunaqa g'or bor ekan, tuz g'ori bor ekan. Mana shu yerga kelyapmiz. Foydasi zo'r deb eshitdik. Inshaalloh Sulton akam. Aka, o'zingiz bir olib kirib Qirg'iziston hududida So'xga ketish yo'lida. Inshaalloh mana hozir bir ko'ramiz, ha do'stim. Vallahi ko'ramiz. Bilasizmi, bilikchi. Inshaalloh. Xudo xolasa bir chaylar ko'ramiz. Men eshitishim bo'yicha ta'kiddi. Doktor vrach onasini shu yerga olib kelgan ekan, asmasi bor ekan. Shu yerga shuni olib kirganda toza havo kirar ekan. Hushdan ketib qolibdi, ya'ni o'taligi nafas yo'llarini ochib yuboribdi. Keyin o'ziga kelibdi, ana shu yerdan shifo topibdi. Inshaalloh bugun mana biz nazarcheniyasini bilamiz, foydasini. Hammaga taklif qilamiz, foydasi bo'lsa bir kelib, hammasi ixlosga bog'liq. Xudo xolasa kirib mana hozir sekin boshlaymiz obzorda. Mana shu So'xti yo'lini ko'rib turgan hammasi So'x mana. Qishloqlar mana shu. So'x qishloqlari. Ana kirdik. Ho, bismillahirrohmanirrohim. Sultonga ketdikmi aka? Men juda zarur qoldi. Bo'ldi. Sekin boshlayapman. Shu o'tirib turinglar, aytdi. Bo'ldi. Aka, o'zing bir gapirib berasan nimalarini? Bo'ldi. Oh, mashalloh. Dada, kiringchi nima bu havosini birinchi atmosferasini? Ha. Bizga ham bilinsa kerak, nafasi qisiydiganlarga foydasi kuchli deyapti. Inshaalloh. Ixlos bilan keldik. Men beraman. Qorog'im ekan? Ichga tashib qo'yaman ekan. Bu do'stlar, kirish narxi Qirg'iziston puliga 100 so'm. Bizning puliga 14 ming bo'ladi, 15 ming so'm bizning pulingizga. Xo'p, qani? Tushsam tush. Bismillahirrohmanirrohim, kiraylikchi. Havo muzlaymi ekan? Salqinligini qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik do'stim, buring. Atroflarga. Ajoyib. O, muzeyligini qarang. Do'stlar, ajoyib. Tuz g'ori. Ehtiyot bo'linglar. Telefonni falan. Hozirjon bu tomonga chiqing, biz bilan chiqing ki o. Do'stlar, sekin-asta kiramiz shekilli, ajoyib. Qadimiy joylar shekilli. Javohir o'zing o'sha. Bor, o'ta sovuq bor, o'ta uzoq havo kelyapti. Yuringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, oladi, shu. Do'stlar, tuz g'ori. Asmasi borlarga shifo baxsh. Bu yerda kamida 1 soat o'tirish kerak ekanda. Buning ochildimi? Ha? Meni ya. Kundime yat bizga. Fanarlang bormi? Sen shashmay tur. Mana da tush Qodirjon kel o'g'lim. Vahim ali, ha, Sulton aka? Vahim ali. O burni ochilib ketdimi bu bola? Burni bityapti turadi. Sirasi ochildi. 20 minutda, yarim soatda, ko'p vaqt bo'lsa yarim soat bo'lsa 20 minut, 15 minut. Mashalloh. Do'stlar, bu joyda uncha-muncha bloger reklama qilgan-yu, men ham o'zim bugun bor. Ya biratasi keldimi Sulton aka? Yo'q. Xudo xolasa buni hozir foydasini bir bilamiz, xudo xolasa. Hammaga ixlosga bog'liq. Bitta tuz bormi Sulton aka? Hozir ishlab ketyaptimi? Ha, gap nima qilyapti? 100 metr tushib ketamiz-da. 100 metr? 100 metr tushamiz.
bronxit, asma, zob, gaymaruvchi bolalar, davlenasi bolalar, sahri bolalar hammasi o'sha yerdan davolanadi. Bu yerda Subhanalloh. oltin kukurtning hidi bilan tuzli hidi bor. Tuzliqida bor, ha. Ikkalasi aralashgandan keyin reaksiya yurib, qonni suyulib beradi. Aha. Hamma o'rinlarga darrov shifo bo'ladi. Kamida ne soat turish kerak bu yerda? Kamida 1 soat. 1 soat turish kerak, ha? Kamida 1 soat. Ne soat o'tkazmash kerak, siz endi tog'i tagi salqin. Olma salqin joy ekan. O'shaning uchun 1 soat qilmay chiqishadi. Agar qishda bo'lsa ko'proq o'tiraveradi. Ko'proq. Qishda issiq bo'ladi ichi. Qishda issiq bo'ladi. Do'stlar, ana shunday joylar ekan. Qog'oz bilan kelsa, Anaqa gaymari o'sha munni bitgan gaymari zo'q bular bo'lsa 20 minutdan yarim soatda ta'sir beradi. ta'sir beradi. Yana bolam burni ochilib ketdi, burni nima edi? Yiqilib ketadi. O'tkazib qo'yinglar. Men pastga tushuvchi. Buni olib chiqamiz. Do'stlar, o'zi ancha pastga tushib qo'ydik. Mana endi tushamiz ekan pastga. To'xtatgan joy yo'q, ishida ko'rsatmalar bor. Yo'q, ro'tami? Do'stlarga paslar bor. Bismillah. Ajoyib joylar. Tasavvurga sig'ib bo'lmaydigan joylar. Maşallah. Tabiiy ochiladi. Tabiiy degani o'zi ochilgan bo'ladi. Ama uçuyorum yürüyerek vaqt odam tushmasa qo'rqinchli. Fanar olib kelinglar, fanar kerak ekan, do'stlar. Hozir mana tushyapman. Marjon, Ha, bu yoqdagi ikki bo'ladi. ha, bo'ldi. Do'stlar tushib ketyapmiz pastga. Mana qarang. Bu toshdaqa. Iyi, maşallah. Yatıraqmi? Shunaqa, hammasi shunaqa. Tuz shekillar bular, yo'q shunaqa. Tuzmas shunaqa, o'zi shunaqa. Oq tosh. Oh, tosh qarang. Bu ketishini qarang, tosh yo'ldi. Iyi, yo'li. Qo'y. O'slarda bor. Mana qaranglar. Pastda bu borgan sayin ko'tarib ketadi. Ko'payib ketaveradi. Ketadi, ha. Maşallah. Bu ko'plik ha, mana bu yerda ko'rinyapti marjon. Ha, asosiy yo'li ekan. Mana yaltiroq toshlar ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, qatlam bo'lib qo'ygan. U bu tomonlar ha, marjon. Oho, Qatlandi ha. do'stlar, Mana qatlandi ha. maşallah. Mana bu qo'ying, qatlanmadi. Qo'y. Qo'ying. Biz do'stlar, men bunaqa joy men ko'rmagandim shu ketgacha. Kimda vaqti bo'lsa, Kelinglar, foydasi zo'r. Qaysi tomonga? Bo'ldi. Oo. Dada qalyapsiz qilyapsiz? Zo'rmi? Ne? Voy. Hozir. Alo, xit. Tomonda ashiryapti zo'r. eshitdi. Qani? Aha. Faqat mana ular tatib olasizlar. Mana toshni qarang. Ne qo'shtiribsiz? Mana. Uxti. Qo'ying. Nima ekan? Tosh. Shularni tortib olin deyapman-da. Bo'ldi, men ko'rdim. Buni ichida ko'p, hammasi shunaqa. Bu qanamadan bu endi? Mana. Tuz olti yurtmi bu? Oltin kukurt bu, mana ko'ryapsiz. Tosh Toshlar Svet yon. Qo'y. Yaltiroq toshlar. shunaqa toshlar bor ichida. Shu darlik qasiyati ana shu toshlardan chiqadi. Dorilik hidlari. Endi post olib kelinglar. Bitta qatlanmadi. Mana. Bo'ldi. Ketdi. Fanar tutinglar bularga. Oo, sirli g'ori. Mana bu yerda. Maşallah. Pas, bataver, chiroqni albayda bataver. To'g'ri qapaslar. Bismillahirrohmanirrohim. Oh. Pas. Mana qaranglar mana tuz. O'shalarni ham yondirib ko'rsangiz mana bunaqa. Maşallah, mana qaranglar do'stlar. Qo'y. Do'stlar, tushga tushib oldim, meni qanachib ketamiz ekan. Men boshimni ko'tarib Pekin bo'lgandan shu. Oh.
tomog'imni ashtirib bir narsa bildiryapti. Zo'r gap yo'q. Tushib ketqolmay yoqa. Mana dam olgani ham. Do'stlar, mana manzilga yetib keldik. Men aytayam Alloh jibr. Kirib bo'lmasa kerak. Bey. Ana. Qani o'tiramiz endi. Vo. Qani? Mana tabiiy arab tomonidagi Alloh yozuv mana. Qani? Ha. Mana ola, ono. Mana shundan boshlanadi. Haqiqatda. Alloh Boshlanishi bu tomondanmi? bu tomondan boshlanadi. Bu tomondan boshlanadi. Aynan ikkita mana. Mana ikkita chiziq. Qo'y. Endi buni ko'rdingizmi? Endi bu yerda oyoq dizi bor. Mana. Yosh bolaning oyog'ini izi. Haqiqatda mana oyoq tuzi. Mana ko'ryapsizmi? Mana. Chop tomon, chop oyoq. Chap oyoq. To'g'ri. Bu mana orqa oyog'ini bolalar urib silib tashlabdi-da. Bo'lmasa shunday chiroyli bo'lib turardi. O boshi tosh. Bu boshqa tosh. Bu bir oila. Bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi, bu to'rtinchisi. Kimda yo'q? Shunday katta. Mana bu yerda qo'llar dizi bor. Shunday qo'lni qo'yib, o'sha yoqqa oyoqni uzatganmi bilmayman, qanday endi. O'sha paytda. Ya tabiiy mana hammasi kuyadi mana. Bu qaranglar, mana shu yaltillashni Yaltillab turadi. Tarixini bilmaysa ekanda. Yo'q, tarixi yo'q. Tarixini tarixchilar ham topmayapti. Ko'raman, telefonda o'chirma, ko'ryapti. Yaltillashni qaranglar do'stlar, qanday tosh bu? Endi bu tomon, mana bu tomon o'lchab o'tibdi-mi? Qo'sh turing. Ha, aytib o'ting. Nima? Bu ichini ko'rsataman. Tortib yo'q bilim. Ichigan shunaqa ichiga kirib ketadi. Raqam kirsa bo'ladi, yo'q, nechkiroqdan kirish kerak ekan? Ichki odam kirib borib tiqilib qoladi, o'tib bo'lmaydi. Siz yetib borgansizmi? Men borganman. Bunaqa toshlarda ichida. Bunaqa toshlar. Mana. To'xtang, shu bitta o'chiroq edi. O'g'il yaltillashni qaranglar do'stlar. Voy. Tosh deysiz. Qo'y. Mana shuncha qora tosh mana. Bu tomonda ham bor. Bu tomon hamma shu tog'lar shunaqa mana. Mana. Oho. Chiroqda nima narxa qilsangiz, mana chiroq. Chiroqni yoqib turing dedi. Mana. Mana yaltillayapti. Mana bu tomonlar hamma shunaqa. Mana qaranglar. Tog' shunaqa. Qo'y. Hamma shunaqa toshlar yaltillayapti. Mo'jiza. Shunaqa mo'jizalar keladi. Shunday joylar bor ekan, bilmasa ekanmiz-da. Chiroqda qilinadi, ana ko'rinadi. Mana endi ko'ryapman yaltillashni. Ana bu. Ajoyib. Bu o'sha orqamizdan mana shu tomon pol shunaqa tosh. Bu endi hozir mabet kir bo'lib, is bo'lib, bunaqa bolalar urib, bunaqa yozib, bulg'ab tashlagan. Bu tashlagan. Buni ichiga kiradigan masalan yaltillab ketadi, yaltillab. Ichkarilar, Buni ichiga mabetdan kirib ketadi. Bu yoqdan kirib, mana uni ichiga kirib ketadi. Ye katta g'or. Yo'q, aylanib shu yerdan chiqib ketiladimi? Aylanib shu yerga keladi. O, mana ham g'or bor ekan do'stlar, shu yerda. Ichi katta g'or. Bu yerdan kirilar ekan. Juda katta. Bu Mana uni ichida. Bu tarix bu do'stlar. Mana uni ichida, mana chiziq turibdi. Qochdi. Mana qarab turing, chiziq. Ana shuni ichida mana shundan Bismillahirrohmanirrohim degan arab tomg'adagi yozuv kabr bir taqva qari bolalarga ko'rinib qoladi, yosh bolalarga. Ko'rishgan, bilishgan ular. Ular biladi. Mana Oqtuboqda qari nimamiz bor-da, madrasa bor. O'sha yerdan kelgan bolalarning ikkitasiga ko'rdim, domlasiga qana degicha ko'rmay qolgan. Sirli, mo'jiza, sirli joylar ekanda. Buni yozuvimizga tan berdi mana yozuvga. Gap yo'q. Mana buni Alloh yozuvida Yozuv mana arabcha. Mana shuni ichida. Shuning ichida Mana shuni ichida, mana shu chiziq ichida. Ana shundan boshlanadi shu. Ko'ringan. Ko'rinyaptimi kimdir? Qo'y olish kerak. yo endi biz u qorlarga ko'rmaydi. Ilmi borlarga ko'rinadi. Bolaga dangal ko'rinib, paslani ko'rinib tozmaysan o'qib beryapti bolalar. Ularga ko'rinmaydi. Men ko'ryapti, oqlari ko'ryapti. Alloh degan yozuv haqiqatan bu mo'jiza. Mo'jiza, buni bosh solib ko'raman bitta buni. Qayga qo'ying. Buni haqiqatdan uni toshladi qarang. Bular kuyadigan toshlar buni. Qochlarchi men ham ko'ray. Qochib Beti jinday o'tiringlar, keyin tomonini ko'ramiz. Beti tuzdan hidi bor, tuzi ozroq. Tomog'imni achtiryapti. Tomoq achdi, bilintiryapti. Ozroq, ozroq, oltin ko'p. Oltin ko'p. Dadajon,
Kirganingizda o'sha mumni tutgan odam bo'lsa 20 minutdan yarim soat oshib ketsa. Baba. Sirozda oshadi. Mana bu yo'lak oshdi deyapti burun. Ha. Sirozda oshadi. Agar yo'tal bor, bunaqa bolalar, yosh bolalar yo'talib ziyilda qolib qolmasa bir kirganda yo'qotaveradi. Menda bir vaqt borda, O'sha tomog'ingiz ochiq berib beradi. o'shanaqa men tomog'imda bir vaqtim bor. O Militsam yaxshi nima bo'ldi undada? baba. Qayerdan sizlardiki? Farg'onada. Bag'dod tumanida. Bag'doddan. Bag'doddan. Bu bir kelgandan keyin kamida 3 kun kelish kerak. Xudo xolasi. Licheniyasi 10 kun. Biroq böyle odam shartiga qarab keladi, lekin bir marta kirganda bunday ta'sir bo'lmaydi-da. Bo'ldi bugun akasiga keldik, xudo xolasa kelamiz. Kelaveramiz xudo xolasa. Mashinamiz bor. Puli ham arzon. Bitta odamga 100 so'm qirg'iz pul olaman. Bir odamga. Ammo bunaqa bolalarga olinmaydi. Yashasin. Bitta qolgan sharoit endi mana Qolgan sharoit yo'q. yaxshi emas. Aytdi cho'ng'aroq qishloqlarida qolsa bo'ladi, ichida. Bo'ladi. So'qqa tushsalar ham bo'ladimi? Aytdi so'q ham zo'r sharoitda. So'q uzoqda bu yerda. Ya uzoq bazmidi mana aytdi. Shuni Ko'raman. qo'ytadi so'q. Bu yerda tomorqaga chiqishga qiyin. Eng qulayi cho'ng'aroq qishlog'i ekan. O'sha yigit birim o'sha Yigitpurimga kelib, o'sha orasi 5 kilometr ekan, Yigitpurimga kelib, shu yerdan qatnasa bo'lar ekan qisqasi. Rustamjon bor, samovarchi. Ha, shu Rustamaganda chasta bo'lsa. Yo'q. Boshqa xudo xolasa bir yigit. Asmasi borlar, tavsiya qilamiz mana. Qatnaylar mana. Kamida 1 soat. Chaqirasiz bilan mashina kelamiz. Zo'r maza qildik ama. Ovozdan akam. Oyog'i daryo ko'rinib turibdi. Ha, davrolar ko'rindi. Bo'yi tinchdan narxlab qasraq qo'yamiz. Savodonga bor, qiynalib boshiga bitta uzoq zo'r maza qildi. Savodonga. Nima zaqlar Do'stlar, ana shunaqa joylar. Betga o't yaqilganmi? Kiyimlari shunaqa o't yoqilib, bir qo'rg'oqli zamonda qanday bir qilimda odamlar yashaganda. Ha, bitta kaza. Ali fanar bo'lgan paytda o'sha piliga oqilganda nimalar? Xuddi ana shunaqa bo'lgan. Fanar bo'lgan paytda. Qishda buni issiq bo'ladi. Ha. Bo'ladi o'sha qishda. O'shanda albatta o't yoqib unaqa qo'yib. Mana o'zi nima qorasi chiqyapti qo'lga. Yarsa. O'sha fanar yoqib. Nega mish, buni biz bilmaymiz. Ha, zaminimizda. Men 2014 yil bitgan shirkatman, 12 yil, 11 yil o'qib. Bizda oldin odam bormi ishlaganmi bitta? Hozir bitta sanatoriya bo'lib ishlagan, sanatoriya bo'lib ishlagan. Bu ba'zi dokument chaqib qolib, elchi ruxsat bermasdan to'xtab qolgan. Masalan, uylarni toshlarni o'sha sanatoriya qiladi deb Moskva Ministerovdan kelib, O'risdan kelib, lenta qilgan bitta ochilishida. U o'rgangan ekanda u isir davrida bo'lmasa kelib. Davrida bu aytib bu qilim qaritgan umkurda. Tabiiy. Ular o'rgangan foydaligini bilgan. Yo'q edi, katta tevadan tushadigan o'ra, как o'rani o'zida edi. Sakrasangiz 15 metrga sakrab tushib, keyin baqa usulib tushib ketardi. Bunaqa yo'l pol, anaqa. Qo'ran litsens superlar qilib, nima qilib. Ham bu lisensiya qilib, keyin sanatoriya qilamiz, uylari solgandan keyin to'xtab qolib, keyin salontrash bo'lib ketganda bari. Sayl. Maza qildim. Iyulning oxiri og'iz oylarida qum bor, hozir oqsoqollar qumga tushyapti. Qumlar ham bor. Qum ham tabiiy o'zidan chiqqan. O'zim osib chiqargan. Qalamishlarni u yoqib chiqaravergan. Qumda. Qumda. Keyin ham üstün tevasini turkizib ko'rsam, tagimga yetish qiyin, o'tib tushib bo'lmaydi. Ilgari biz tushganmiz o'taman. Hozir yapasiz, endi o'taman. Ustasi nima? Qarang, o'taman. Qani, ketdik-chi. Shunaqa mo'jizaviy joylar borda O'zbekistonda, Qirg'iziston hududlarida mana qolish kerak. Mashalloh. Do'stlar, qaytyapmiz endi. Tepaga. Ammo juda salqin joylar. Chiqish xavfli. Shu ham xavfli. Oho. Maşallah. Qaytyapmizmi? Mayda kenglik joy bor ekan. Oh. Tamam, shuni qashtiryapti. Sivitlar o'zini yolqillashga qaragan. Ha. Meni yolqillash. Ko'rsataman. Qani kim? Tomondan gurgutarada kelyapti ekan. Haqiqatda gurgu daraxti hidi.
Oo. Bu toshlar haqiqatdan dunyoga kelish kerak edi. Bu toshlar olyapti. Shetda u yatlash ana. Maşallah. Maşallah. Motomon qo'yib ketgandi qani yo'lini. Oy, olmaydi. Bu qani? Qani? Qo'yib. Sulton aka Allah. O'shani o'tib ketadi o'sha. Mo'jizani yaxshi turgan sakanda siz mo'jizani. Mana qarang. Yatlashni qarang. Qatlan bu. Mana o'sini qarang mana. Bu borib kattarib ketadi. Hammasi qoq shunaqa olib ketadi. Borib kattaradi. Do'stlar, nari tomonda tuzuqdek keladi. Tomonda oltin o'rtiqdek kelyapti, to'g'ri? Bu tomoni So'q. O'sha sayspetni bitta nimalar so'rlar bormidi? bu qarzdan ham mana shu ish qopti. Sayzardan. Hammasi Ha, yo'q. ular bilishgan ekanda, bitta foydaligini bo'lmasa. Biladi-da. Bitta olimlar kelib Olmaga tekshirgan. Bitta dissertatsiya joqtagan doktorlar bo'lganda, Ha. kardiolog boshdan. Budanmi? Oh. Qatlan. Bu tomoni oq tosh, bu tomoni sariq tosh ekanda. Dada biling. Yo, hozir. Menga ushlatib. Bu katakallang qani, marjon. Qara. Mana itlar suyun. Ko'rsatib ko'raysiz? Dada shunisi. Ana qaranglar. Dada Ajoyib. Mana itlar. Har xil bo'lib ketadi. Bu tomoni qizil bo'lib ketadi. Ana qizil rang. Beka chiqdi, mana beka chiqdi. Nima bunaqa nefrit toshlarga o'xshaydi? Buni bolalar urib sindirib olaman debdi. Bu tuproq bu. Tuproq bu. Tuproq tushib olib, kullar qoldigan o'xshagan. Urish kerak emas-da, bu tushib ketadi. Aytib turaman o'shaning uchun kirib. Mana bu borib o'sha o'tib ketadi. Nariyoqqa borgandan keyin ana shunaqa hamma joy shunaqa bo'lib qoladi. Yigitlar kattalashib ketgan ekan, qarang. Kattalashib borib yana ham katta bo'lib ketadi. Do'stlar mana Asobi shetda yotib nafas olib lichenaga. Mana shuni bu yerga zaprashov. Ha, zaprashon bu yoqqa. Bu yerga zaprashov. Bak tosh xavfi bor bu tomonlarda. Ha, bu hit bu tomondan keladi. İyi xita. O'sha odamlar shunda yotadi kerak, o'sha. Qo'y. Cheksiz ekan bu, ha? Mana bu yer mana. Do'stlar shifosizlik bilan. Bir soat yotlar xolasmi? Bu qancha ko'p Qancha bo'lsa yotsa? yaxshi, biroq sovqatmaslik kerak-da. To'nni kiyib olib tush kerak ekanda. Sovuq. Sizga. Ana toshlardan ko'rinar-chi? Do'stlar, Tomonlarning ozgina syomka qilib qo'ying. Dilbek sevaga shunaqa mo'jizaviy narsalar. pastga to'sh chiqmasan. Yurmang. Bola tek. Siroq kiyinib kellar, sovuq ekan bu yer. O'tib to'shib o'tibdi Dilbek. Keyinchi marjon bu tomonda. Zaprashon deyapti-yu, to'g'rimi? Zaprashon deyapti. Keyin syomka qilganda, do'stim. Oho. Bu ko'katib olar ekan, mana shunaqa bu ichkariga qarab ko'katib olar ekan, do'stim. Ha, do'stlar ichkari kechadi, foydasi yo'q. O'yinlarga xohlab, o'yinlarda to'shaklar bor ekan. Ichkariga yur. Ichkari kirishganmikan? Ichkarida to'shaklar tomonlarga qo'ygan ekanda. Bu tomonga yana ko'katib olar ekanda, qol. Bu toshlar katta haqiqatan. Bu svetli toshlar qarang, qoyil. Qo'ylar, mo'jiza. O'zimiz bilmagan olib qoldik. Kelib qoldik ya. Ajoyib. Bu tomonlardan chiqargan, bu tomonlarga, bu tomonlarga. Hidi kelyapti tomonda. Buni qarang, chegarachi yo'q. Bo'ldi, qaytdik mana. Do'stlar, chegara yo'q va dars ketgan. Oxiri yo'qmikan? Oxiri yo'q. Bu toshlarni qarang, svetli toshlarni. Mashalloh. Chegarasi yo'q. Qoyil qolish kerak. Alloh mo'jizasi. Hoy. Qani? Ma'lumot. Faqat o'tmagan degan sababi bor-da. Ha, shuni tushuntirib ketding. Biz o'tdikni qolgan o'tma. Bo'ldi. Ha. Shu Ye. shu tikib qoldi. Mana. Ko'ch xavfi bor. Ha. O'sha xavfli shu joy shu. Bo'ldi. Payma bu yoqqa qo'ysa bo'lmaydimi? Yo'q, bu qayerda bu? Qancha tunda yotibdi bu? Katta yuk bor bu yerda. Katta yuk bordi. Ya bo'ldi. Qaytdik, biz ko'rmayapmizmi? O'shaning uchun bu yoqqa o'tmaylar dedimi? Bo'ldi. O'shaning uchun kelgan odamlarga birinchi Alloh saqladi. Ha, bu yerdan yorug' joy bor ekan do'stlar. bu tomonga o'tmagan. To'g'ri aytgan ekan.
O'tmagan degan joyga o'tmay qo'yinglar. Ha. O'zlar tavsiya qiladi shu joydan. Hop, qolaverasizlar do'stlar. Go'g'da haqiqatdan ham foyda. Bilinyaptimi? Zakon Ana toshlar. Qani. Yotiroq toshlar. Men popomga ber. Do'stlar mana shu yerda aljina. Buni bu joylarni bilganlar bilan bilmaganlar bilmaydi-da. Lekin mana tavsiya do'stlar. So'q yo'lda joylashgan, so'qqa kirish joyida. Suzun aka Oq turpoq degan joyda. Oq turpoq degan joyda. Telefon nomerni berasiz. Bitta qirg'iz kompaniyada ishlaymi o'zbek? Qirg'iz ishlaydi, WhatsApp ishlaydi. WhatsAppga bog'lanaveradi sizga. Bo'ldi. Telefon bilan qo'yamiz. Yoshga chiqqanda nomerni telefon tortib olasiz, yozilib turibdi. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Do'stlar, o'tiring endi. Havoga o'tirib. Nechini? Ichkariga o'ting-chi. Havoga o'tiradi. Hech o'sha tomondan keladi-da. Bir kun xaramdi. Mana berma o'tiraverdi. Mana tomonni qarab, tomondan keladi. Sarguzasht. Voy, ham to'shay bor ekan. O'sha tomondan odam bo'laveradi. Ana shuni Voy. tuntayam. Sulton aka, bu joy nechinchilar aniqlangan? Yili aniqmi bu yerda? Nima? Bu shu mana shu xususiyat borligini nechinchilar aniqlashgan buni? Buni Juda qadimgi joy shekilli deyman-da. qadimgi joyi shu buni keyin topishganda. Va doktorlar izlab yurib, vrach o'qib kelib, bitta izlaganda. Keyin hidini topib Moskvaga ministerovga, yer Moskva ministeri edi-da. O'shanda ministerstvodan kelib tekshirishgan. Tekshirganda haqiqiy daryo bo'lib chiqqan. Keyin ana litsenziya qog'oz yo'q, nima yo'q. Ruxsat berilgandan keyin sanatoriya qilamiz deb uylarni solib, svetlarni qo'yib jasad bo'ladi. Nima? Sanatoriya bo'lgan. Betlar ishlagan, 6 oyni ishlagandan keyin boyag'i shaxtini hisobiga kirgizib ishlatilgan Haydarkan Sumab kombinatini sevdi. O'sha Sumab kombinati javob qolgan bilan javob qolib ketganda. Keyin bu yana qaytadan ishlataymiz deb ruxsat qog'oz bo'lmagan. Endi haqiqatan ko'rgan odamcha xavfli deb shu MCS ruxsat bermagandir-da endi. O'shaning uchun ruxsat yo'q, MCS ruxsat bermasdan keyin sanatoriya to'xtab qolgan. Men yopib qo'ygan. Demak, agar aslan o'sha Rossiyaning esida plani bo'yicha agar betlarda sanatoriyalar qurilib, mayitlarda o'sha texnika bezopasini qilinganda betlarda odam o'ta gavjum bo'lardi ekanda aslan. Gavjum bo'lardi. Tabiiy Hozir lechina. bo'lyapti sekin. Hozir bir kun Endi tushunganlar, eshitganlar mana hozir biz shu yerga siz bilan suhbatlashmagimizcha bu nimaligini ham bilmasdik. Mana hozir siz bilan suhbatlashdik, men o'tag'im blogi buni YouTube'ga qo'yadi. YouTube'da endi buni qancha odam ko'rsa, shuncha odamda bu g'or haqida ma'lumot bo'ladi. Albatta. Xohlasan, nasib bo'lsa odamlar ko'payar, keladigan odamlar ko'payar. Kimdirlarda shu kasallikdan shifo topolmay turgan odamlar kelib shifo topsa qanchalik foyda bo'ladi. Do'stimga va blogi do'stimga juda katta manfaat bo'ladi. O'sha endi misol moddiy tomondan bo'lmasa ham kimgadir foydasi tegsa, Albatta. Alloh rahmati bo'ladi deb yigitga ham. Savob tegadi, shu joylarga tushib qo'yib qolish kerak. Ama haqiqatdan men qoyil qoldim, u tomondan tuzuqdi kelyapti, bu tomondan ko'katadi kelyapti. Men sezyapman shuni. Yana hamma sezib turibdi-ku, endi hamma qattiq men sezyapman-da. Yo'q, aralashgandan reaksiya yurib ketganda. Qon quyilib. Sizlar orqalarini ochish qolmasa, oyoqlarini yo'rg'amasa ham yo'q qilaveradi. Ishlamagan tomirlar ishlab ketadi-da. Voy. Qon suyib bo'lgandan keyin. Qon totishgan bormi bittalar foydasi? Nima? Ha, shu qonaylash yaxshi deyapti-ku. Bor. Hamma bor. Voy, Hamma sizlar. o'rniga bari. Mana shunday joylar. Biroq dam qisqanlarda men tezda oyoqtiradi. Yengil bo'lib chiqib ketadi. Yengil bo'lib ketadi. Bitta bishkek. Tamam, men do'stim shitlarga xudo xolasa klientlar bo'lib qolsa olib keladi. Shitlarga xudo xolasa, men do'stim bilan hamkorlikda ishlaysan, xudo xolasa ko'p bemorlar topshirishga. Bu bor ko'rgan bilganlarga men shortim daraxt, birov darliq qasiyati kuchli. Shu shorti chata, svet yo'q. Svet yo'q. Fonar bilan kelish kerak-da. Ya, ustoz kiyib olish kerak. Menga sovliq qilyapti, hozircha. Sovliqladi, o'shaning uchun tezroq chiqib ketish kerak. Soatni ana toshlar endi bu. Biroq hidib yaxshi kuchli. Bitta bu davolda yetmay qolmaydi. Qaytib oshib beradi.
Shunday yaxshi o'tiramiz. Allohga shukr, rahmat. Shunday joylar mana bizni mehmon qildingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mazza qildik. Ko'rmagan joylarni ko'rdik, eshitmagan. Sizga bilinish kerak-da. Meva zo'r bilindi. To'g'ri bilandimi? Ha, hammamizga sezildi. O'sha. Shunday yaxshi yengil bo'lib qoladi. Arzonligini aytgan 100 so'mdan pul oladi bir odamga. Sizlar pullarni qancha 15 mingga to'g'ri kelar ekan. Biz o'zbek so'miga 15 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. Oh, zo'r. 15 ming so'mga no'radi bitta bersa suv beradi. Ha, suv beradi, to'g'ri. Bitta shifo beraman mendan. Bitta shifo haqiqatdan. Qushlar ham bor ekan bitta. Ko'rsapaylar bor O'shalar ekan. ko'p. Hozir bu ular nimaga kirib ketib bo'lsa, to'p bo'lib turardi. Hozir bari hali bola ochib bola tug'di. O'shaning uchun bolasini men o'g'ri. Shura yamiz Kirib bo'lsa, ming degan ko'shapalak bor buning ichida. O, O'zi o'sha g'ollar ichida bo'ladi-da ko'sha bilanlar. Buni qani bolalar qo'llaydi. do'stlar, yarim soatda sovqatdik biz. Yarim soatda sovqatdik. So'roq kiyinib kelaverasizlar. Qani oldimiz shularchi? Oldi o'tinglar. Do'stlar qachqyapti. Tavsiya qilamiz. Mana shu yerda juda bilinar ekan. Oltin yurtqida. Baba oting. Qani o'tinglarchi oldiga? Baba oting. Oh, chiqish o'zi bir. Yetishish. Chiqish ham bir o'zi. Oh. Maşallah. Uçuyor keluvdi. Oh. Hoy. Do'stlar, respekt. Yetib ham keldi. Qanday taassurotlar? Yaxshi. Zo'rmi? Alhamdulillah. Qani. Do'stlar, shu yerdan chiqdik. Oh. Tashqariga chiqdik. Niyetimizni Allah yetirdirin. Bizi boşuna az bo'lsa ham bemorligimiz bor. Allohim mana shu gunohimizdan Alloh mana shu holatga keldi. Alloh o'zi shuna em bo'lib bizga sog'lik, omonlik berib, shu qilgan niyat bilan tutdik. Allohim shu Isoning qilgan niyatlarimizni Alloh shu shifo berib bizga yaxshi bo'lib ketaylik ilohim. Bizdan keyin ham shunaqa bemorlar kelib shu yerdan shifo topib bersin. Mana shu yerda yaratib, mana shu yerda barpo qilib turgan, mana shu yerga qarab turgan akam sonakam ham Alloh umrini uzoq qilsin. Alloh bo'lin. Yaxshi qildi, shu hammamizga foydasi tegan shunday insonlar bo'lsa, ajrini Alloh bergan shu insonga ham Alloh umrlarimiz rizqli bo'lsin. Bizga o'shalar tez kelib, bizga o'shalar soni ko'payib, mana shu yerda shifo olib ketaversin. Hammalarga ham Alloh dardini bergan, Alloh shifosini ham Alloh beradi. Niyat bilan bem Alloh betdan salomat shifo olib ketaylik hammamiz ham. Ey katta rahmat. Zo'rji. Ko'psilar. O, tashqariga chiqdik-a. Mana butun bilan topdim. Futbol yerlar. O'sha bilay nomer ham masoya ham ishlaydi. Ikkalasi WhatsApp ishlaydi hammasi. Bittasida ishlaydi. Bilay nomerda. Bo'ldi mana. 8da ishlaydi. Bo'ldi mana do'stlar. Oxiri 09da. 09. Murojaat qilaverasizlar. Aka tayyorgarlik ko'rib qo'yadi. Bemalol do'stlar. Atrofni fishkasiga bitta baho berildi o'zi. Alloh taoloning o'zi shu joylar yaratib qo'yganiga. Mana shunday aziz joylarni qaranglar. Shu tepalikda shu g'or borligini aqlga sig'maydigan darajada do'stlar. Qolib qolish kerak. Mo'jizasi ayting. Mo'jiza. Mayli bo'lsin, bu tagida g'or bo'lgan taqdirda g'or ostidagi mo'jizalar ko'rish odam hayronda qoladi. Qanday hoji bu? Qo'shlar qavat. Bu tomon so'q.